Retinol. Bu vitamin A hisoblanadi. Terimizni yangilaydi, ajinlarga qarshi kurashadi, kollagen ishlab chiqarishni ta'minlaydi va pigmentatsiyaga qarshi kurashadi. Retinolni ishlatishdan oldin instruksiyasini o'qing. Chunki retinol oddiy krem emas, u kuchli vitamin A ga to'yingan serum hisoblanadi. Konsentratsiyasi yuqori va birinchi hafta 1 marta, ikkinchi hafta 2 marta va 3-4 haftalarda asta-sekin kunini ko'paytirib, kun ora surtish maslahat beriladi va iloji boricha kechki pay surishni tavsiya qilaman. Chunki retinol quyosh nurlariga juda ham ta'sirchan va agar kunduzi sursangiz, retinoldan so'ngra albatta SPF 50 surishingiz kerak bo'ladi. Chunki quyosh nurlari ta'sirida juda ham teringizni sezgir holatga olib keladi. Bu esa o'z navbatida har xil pigmentatsiya, qizarishlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun juda ham ehtiyotkorlik bilan retinoldan foydalanamiz. Homilador va emizikli ayollar uchun retinol tavsiya qilinmaydi. Yana retinolni kechki payt qo'llaringizga ham sursangiz bo'ladi. Bilasiz, qo'llarimizning terisi ham parvarishga muhtoj. Shuning uchun qo'llarimizni ham retinol bilan massaj qilamiz. Kosmetik vositalarni o'qib, tushunib, so'ngra ishlatamiz. Har doim sog'lom va go'zal qoling.